Narxini cho'zim nima qilinadi? 2200 dollarga 400 kubaturali ABS sistemalari bilan akrab bichli qilib taqilib qo'yilgan. Qizim aka sizga bitta obzorni ko'rib oling, keyin baho berib o'tamiz. To'g'ri. 2 oy oldin uzun sotgan bu aka. Dokumentlari joyida 2700 dollarga shaxsan o'zim sotib olganmiz. Hozir 2200 dollarga beraveramiz. Nima uchun? Dokumentini, ya'ni xarid qilgan odam hozir Rossiyaga ketib qolganlar. Dokumentlarni nomiyliga o'tkazib bera olmaymiz. Shu sabab biz dollar sotib olamiz deymiz. 2024-yil ishlab chiqarilgan ideal mod edi akalar. Ideal edi. 400 kubaturali 2 silindrli va uni aqlashlanadi. Akrab ichida taqib qo'yishgan akalar, xudo xolisa. Motorimiz вообще zo'r. 5000 probeg harakatlangan. Nimaga zo'r? Narxiga balki shikalat narsa akalar. Mana ko'ringlar. Mana probeglari nazorat ko'rsatamiz. Texnikamizda hech qanaqa texnik ishi yo'q akalar. Yaqindagina suv qo'yib передойларni o'zimiz zamina qilib qo'ydik. Moylari joyida olish kerak, haydash kerak. Bitta kamchiligi mana shu joy bilan yiqitib yuborishdi akalar, yana qirilib. Bitta joyi trishina berib qo'ygan, xolos, xudo xolis. Atak texnika bomba, nima deydilar akalar? Pastki raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. 2200 dollar so'raymiz, xudo xolis. Sunnatiga o'zini o'tiraman akalar. Hammalarni qilib qolamiz, kuninglar xayrli o'tsin.